Hozirgi kunda aholi muammolarini joyida o'rganish va ularni tezkor hal qilishda sayyor qabullar muhim omil hisoblanmoqda. O'zarxiv agentligi direktori tashabbusi bilan Chirchiq shahar davlat arxivida jismoniy va yuridik shaxslar ishtirokida sayyor qabul o'tkazildi. Jarayon tafsilotlari galdagi lavhamizdan o'rin olgan. Arxivlar hujjatlari, dalillarni, merosimizni saqlab qolishda muhim o'rin tutadi. Chirchiq shahar davlat arxivi tashkilot, korxona, muassasa hamda shaxsiy tarkibga oid hujjatlarni saqlanishini ta'minlash maqsadida tashkil etilgan. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, arxiv saqlovida 1140 ta fond va 3023 ta saqlov birligidagi boshqaruv va shaxsiy tarkib hujjatlari saqlanib kelinmoqda. Hozirda arxivlar raqamlashtirilgan bo'lib, ma'lumotlarni doimiy va xavfsiz saqlanishini ta'minlashda duch kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni oldini olishga xizmat qiladi. Fuqarolarda arxiv ishi bo'yicha mavjud muammolarni tizimli ravishda bartaraf etish maqsadida tashkil etilgan sayyor qabulda viloyatning 5 ta hududidan fuqarolar qatnashdi. Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasiga muvofiq amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarimiz natijasi o'laroq bugungi kunda fuqarolarga, jumladan ana shu jismoniy shaxslarga ko'rsatilayotgan barcha xizmatlar onlayn interaktiv shaklga o'tkazilgan. Ularni davlat arxivlariga kelmasdan, davlat xizmatlari markazlari orqali yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali bemalol olish imkoniyatlari yaratilgan. Ammo ba'zi bir holatlarda shunday bo'lib qoladiki, fuqarolarimiz demak bevosita arxivlarni o'ziga tashrif buyurishi yoki o'sha markazlar orqali ham qaysidir ma'lumotlarni, axborotlarni olishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Muammolar yo'q demaymiz. Mana shunday muammolarni joylarda o'rganish, bunga qaysi bir byurokratik to'siqlar sabab bo'lmoqda. Reglamentning qaysidir bir qismlarini yanada yaxshilash, umuman aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlarni yaxshilash maqsadida ham aynan mana shu sayyor qabuldagi aholining muammolari o'rganiladi. Sayyor qabul davomida fuqarolar tomonidan qilingan murojaatlarga to'liq javob berilib, har bir masala atroflicha o'rganib chiqildi. Ularga muammolarni hal etishda amaliy yordam ko'rsatilib, bir necha nafariga huquqiy maslahatlar berildi. Men o'zim ma'lum fuqarolar yig'ini xalq nomidan murojaat qilib chiqqanimning asl sababi Nanay qishlog'i, Jahonobod qishloq fuqarolar yig'ini raisi tomonidan muqim yashaydiganlarga ajratilgan yerlar bo'yicha yig'ilish bayonni hamda xo'jalik kitoblarini bizlar olib kelib Bo'stonliq tuman arxivi hamda Chirchiq shahar arxiviga topshirilgan. O'z paytida topshirilgan, topshirilmay qolganlari bo'yicha 2021-yili Jahonobod qishloq fuqarolar Nanay qishlog'ida yig'ilish bo'lib o'tdi. Shu yig'ilishda yer ajratilgan to'g'risidagi qarorlarni hammasini olib borib arxivga topshirish masalasi qo'yildi. Ushbu masala yuzasidan bizlar olib kelib arxivga shu qarorlarni o'z paytida ular aytilgandek reyestr raqamlari bilan topshirganmiz. Murojaat davomida menga yo'l ko'rsatildi. Uchrashuv mobaynida insonlarda mehnat staji to'g'risidagi ma'lumotnomalar, tug'ilganlik va nikoh qaydnomalari, shuningdek, uy-joy hujjatlari bilan bog'liq arxiv hujjatlarini tiklash masalalari ko'rib chiqilib, tegishli mutasaddilarga yo'naltirildi.